Nega kelding? Seni uyga kirita olmayman. Qaynonang hammasini gapirib berdi. Oyi, nega kiritmaysiz? Axir qizingizman-ku. Oyi, menga ishoning. Dadang bizni sharmanda qildi, uyga kiritmagin deb tayinladilar. Oyi, men o'rganim yo'q. Oyi, men o'g'ri emasman. Katta odamlar yolg'on gapirib tuhmat qilishmasa kerak. Balki to'g'risini ayt, bolam. Yoshlik qilib olgandirsan-da. Oyi, nima deganingiz bu? Oy, tuhmatga qoldim. Men tekkanim yo'q, o'rganim yo'q. Qasam ichaman, oyi. Bo'ldi. Bas qil. Dadang kelib qolmaslardan. Keta qolgin. Bo'ldi qiling, dada demang o'shani. Ol kiyimlaringni. Dadam mas'ul. O'shaga tegib qani unutdingiz. O'sha kichkina bo'lgan o'g'illaringiz bo'lsa bo'ldi sizga. Oy, ochi, qayerga boraman? Oyi. Oyi, ochi, qayerga boraman? Kechir bola. Shunga majburman. Boshqa ilojim yo'q. Seni kirsam bu uyda senga kul yo'q, jon bolam. Meni topishim. Onang bo'lsa bo'lmasmidi bolajon? Ko'chada qoldirmang, oyi. Tuhmat qilishni o'rganim yo'q, o'lib ketayotgan bo'lsam. Bolam.